Mijozlarimiz mana kelishdi. Mashina ko'rishyapti hozir. Ko'rib, sinab ko'rib, har xil nima mashinalarimiz turibdi. Shuncha mashinamiz bor. Bugun cho'tta suv bo'lganiga mijozlarimiz kam. Xudo xohlasa kelaverasizlar, 1 soat ichida avtokredit naqd bo'lsa 15 minutda qilib beramiz. Naqdga ham shu bonuslarni beraman. Shu paytgacha mana naqdga olmoqchi bo'lgan odamlar so'rashardi, antiradar bermas edik naqdga. Kelinglar, mana ko'ringlar. MCM style olasizlar, 156 million 100 berasizlar. Shu antiradarni ham bonus qilib qo'shib beraman. Naqd oladigan bo'lsanglar, xudo xolisa, shu Cobalt oladigan tanishlik mana shu videoni tashab qo'yinglar. Antiradar qaysi salonda beradi? Naqdga olsanglar 156 million 100. Davlat bahosini berasizlar. Antiradar beraman, polik, podnomer brizgavik beraman. Kelaverasizlar, mana shuncha mashina bor. Chertib tanlab olaverasizlar. Avtokreditga shu 44 million so'm bilan 5 yilga 3 million 230 ming so'mdan oylik to'lovinglar tushadi. 1 yildan 5 yilgacha olsanglar bo'ladi. 5 yilga olishingiz shart emas. 5 yilga olib 1 yillik olsanglar 1 yillik foizini to'laysizlar, 2 yillik olsanglar 2 yillik foizini to'laysizlar. Bu javob gapimga. Avtokredit olayotganingizda bankirdan ham so'raverasizlar, shu necha pul qanaqa oydan tushadi, necha pul bo'ladi, hammasi qonuniy bo'ladi, bank orqali bo'ladi.